Bismillahirrohmanirrohim. Savdolanamiz. Opa, bitta poyini olib keting. Bering bitta poyini. Unamasında adashib qolaman. 40 ming so'mdan mana mashinalar, natijalar, bugungilar. U amakilar qaranglar, mashina tushib yuguryapti. Men sotganim yo'q aka. 40 mingdan kelinglar, maza qilib olinglar. 20 ming luboy topishganmiz. Apalar akalar 20 ming, 40 mingdan mana luboy krasovkalar. Eng zo'rlari. Hozir aka. Kelinglar, maza qilib xarid qilinglar mana. Hozir bitta Isuzu'da yana krasovka kelar. Xitoyda original krasovkalari. 'O'rtalar, hozir biz общий hisobda oddiy detiskidan mana 2,5 ming dollarlik olindi. Mana bular endi xudo xolasa O'zbekistonda juda ham chiroyli ajoyib narxlarda bo'ladi. Do'stlar, bizni kuzatib boringlar. Kuzatmasangiz bo'lmaydi. Mana hozir juda chiroyli. To'g'rimikan sanadingizmi? 554 dollar. Ha, 54 dollar hozir mana. Xo'p, juda chiroyli tovarlardan xarid qilyapmiz. O'zbegim uchun, xudo xolasa, kuchinglar, normalniy, chotki tovarlar olib boryapsizlar. Mana natijalar, mana effektlar. Do'stlar, biz o'sha o'tgan safar olib ketgan sochiqlarimiz zo'r trendda ketgan sochiqlarga yana kirdik va mana buni Botexlik modeldan bordi-yu 2 soatga qolmasdan tugadi. Ikkita, uchta opalarimiz rosa zakaz berishgan edi. Endi hozir bundan ko'proq olyapmiz. Ya'ni manosi ham bunaqa upakovkada, bunaqa juda chiroyli sumkalarda o'ralgan bo'ladi. Bulardan olyapmiz. Bemalol nechtadir kerak bo'lsa, bulardan ham kutinglar. Arzon narxlarda 30 ming so'mga ona bola sochiq bo'ladi shunda. Agar mabodo kerak deganlar to'liq qilsangiz, sizlarga ham qo'shimcha olamiz. 30 mingga ona bola sochiq. O'rtoqlar, sizlar mana bunaqa Botexlar modadan qolib ketgan narsa ko'rgan turgan paytlaringda mana Xitoyda mana bunaqa original brendi mana chotki narsalar topib qo'yganman. Bular hammasi kimononi qaranglar, bu 3Dni qaranglar. 3Dni logollagan yorvoramanlari. Men aytgan chiqib turgan zo'rlarni qaranglar. Kenzoni sizlar sotgansizlar arzonlaridan, poprijniylaridan. Endi buni qaranglar, qanaqadir yozib qo'ysa ham salyotniy turadigan chotkilari. Mana kapaliklar qaranglar. Uchib ketaman deyapti-yu. Do'stlar, bularning narxi atiga 85 ming so'mdan. Shu Xitoyda mana katta sklad magazindamiz. Kimga nechta kerak bo'lsa, mana bunaqa modadan qoldi bu jatkani ishlab chiqarish O'zbekiston ham to'lib ketdi. Sizlarga 3D zo'rlarini men olib beraman. Atiga narxlari 85 ming so'mdan. Material ham jatki chiqmaydi. Xib, mana. Rossiya tortyapti ekan dashi, Rossiya. Sizlar maza qilib o'zimizni o'zbeklar maza qilinglar mana. Zo'rlari, chotkilari. Yuklarimiz hammasi kelib, mana shu yerdan chiqib ketadi. Bir ochdan hozir yuklarni chiqarish, kirgizish, o'shalarni yigitlarga ponni tushuntirib yuribmiz. Xudo xolasa. Mana prislar. Mana ichiga kirib pris bo'ladi hammasi. Biz endi sekin mana ishda yuklarimiz chiqishni boshlagan. Bitta qol, ikkita qol, uchta qol. Mana ama bak. Mana hamma 4 ta. Mana ular boshqa. Ya u boshqa. Mana bu 4 ta. 4 ta qol bo'ldi. Bo'ldi. O'rtoqlar, hozir mana shu 4 qol futbolka olindi. Mana unda pulim bor ama. Mana shunda pulim bor, zaryadnigim bor, ochkiyim bor. Shunda qolib ketsa odob bo'laman. Mana, o'rtoqlar, mana shu futbolkadan olindi. Ko'rsataver endi. Telefon ham parod qilyapti. Oqni qiynalyapti. Mana futbolkadan olindi. Hammasi mana shu oqdan olindi. Keyin buni qorasi bor ekan. Mana bu skromniyroq ekan. Prosta qoraning materiali jitcha yoqmaganga o'xshadi. Oq juda muzli. Yana halades material ekan, ko'rasizlar? O'zim ham malades bilaman, o'shancha halades materialdan oldim. Do'stlar, 2000 shtuk olindi. 1700 shtukcha voyenniy shortiga olindi.
Xitoyniki originali. Keyin nov olindi. Kecha ha. Xo'p. Bo'pti, поговорим do'stlar. Biz tovarlar olishda davom etyapmiz.